Assalomu alaykum, qadrli YouTube kuzatuvchilari, chorva shuvozlari, hurmatli obunachilar, jigarlar. Bugungi manzilimiz Farg'ona viloyati Yozyovon tumani Qoratepa shaharchasidamiz. Dehqonlardan semental novvoqchalar so'raganlarga semental novvoqchani 4 ta zo'ridan, udaridan, gulidan, lolasidan topib qo'yamiz. Xudo xolasa, jigarlar, ekranlar ostida chiqib turgan obuna yoki da podpisatsiya degan yozuv bor. Shuni bosib qo'ysalaring, qo'ng'iroq tugmachasini bosib qo'ysalaring, biz kiritib bor ekan videolar SMS tariqasida muntazam ravishda borib turadi. Birinchilardan bo'lib kuzatishlaring mumkin bo'ladi. Xudo xolasa bularni yurish turishini, narx-navosini, joyida hamma ma'lumotlarni beramiz. Jigarlar, obuna bo'lmaylar, obuna bo'linglar. Xudo xolasa biz kiritib bor ekan videolar muntazam ravishda borib turadi. Bo'lmasa biz videoyimizni boshlaymiz. Xudo xolasa. Assalomu alaykum. Aka, sog'ligingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Xonadonlar tinchmi? Bo'zaklar hammasi sigirga qo'ysa bo'ladi. Hammasi shu sigirda emib yurgan bo'zaklar. Aha. Bu bo'zakchalar necha oydan necha oygacha aka? Bu bo'zakchalar eng qisqasi mana shu 3 oylik. 3 oylik bo'zak. O'tga kirgan. Aha. Hammasi o'tga kirgan. Bunisi 4 oylik. Ham 4 oylik, u burchakdagi 6 oylik. Hammasi 100 toza. Hammasi toza. Toza avtoriski deydimi? Avtoriski sementalni bolalar, xudo xolasa. Yeb ichishlari garantiya javob olamiz. Yeb ichishiga, sog'liqlariga garantiya berasiz, xudo xolasa. Ha, beramiz. Dastavkalari bor. Dastavkasini mashina topib beramiz. Mashinalar seroq. Xudo xolasa. Mana eng kattasi mana shu shekilli aka. Eng kattasi o'sha 6 oylik o'sha. 6 oylik novvoqcha. O'zimiz usta ham boqadi. Videolari ko'rgan bo'lsalaring, semental bor. 8 oy, 9 oylik bo'ldi. Hozir bilmayman. U 2 oy 3 oy oldin 42 millionga bermagan. Hozir bilmayman 50 ga bersa beradi, bo'lmasa yo'q. Xudo xolasa sizlar ham olinglar, boqinglar. Zot yo'nalishi ham tushaveradi aka. Katta ferma deylar, olsa bo'laveradi. Mana akalar, jigarlar, zotga ham tushaveradi. Orqalari ham yapalag'idan, tapalag'idan so'raganlar. Mana har xilidan bor akalar. Jigarlar. Hoji aka, bularning hammasi adden narx bo'lsa kerak. Sababi razmeri har xil. Razmeri har xil, hammasini adden narxi bor. Hoji aka, mana shu kattasining narxi necha pul? Buni 33 millioncha xayrni qilib beramiz. 33 million kami bor. Kami bor. Kami ko'pmi aka? Telefon qilishaversin, kelishaveramiz. Screenshot qilib adden tashlasalar, xudo xolasa, rashini yo'qdirsalar, xudo xolasa gaplashaveradi, rasmini tashlasalar. Ha, bunisi necha pul aka mana? Bunisi 30 milliondan tushib beramiz buni. Buni 30 milliondan. Videoda tushib beralasizmi hozir? Videoda tushib beravering. Beraman, kelsin, telefon qilsin. Dehqonlar o'zlarini tushunasizlar-ku, balatayib turib arzonga sotib qo'yadi, telefon qilaverasizlar. Ko'yin topsalaring, bunisi 4 oylik. bunisi 4 oylik, bunisi 3 oylik. Dehqonlar bilasizlar, qimmat aytib arzongina sotib qo'yadi. Narxi ahamiyati yo'q aytganini. Telefon qilasizlar, ko'yin topsalar bepul olinglar, xudo xolasa. Jigarlar mana. Bu kichkinasi necha pul? Eng kichkinasi shu-da. Buni ham shuna deyapmiz. Jipaga 160 deyapmiz. Kamini qilib beramiz. Bunisini hech bo'lmasa 29 kami bor-da. 29 cha xayrni qilib. O'shda farqi bor-da, 29 million g'ijbis kami bor. Telefon qilaverasizlar. Mana shu ro'z ani xonajinchami? Xonajincha u sotilmaydi u. Mana shu 4 ta. Mana shunisi ham o'ta go'zal ekanda. Mana shunisi ham o'ta go'zal. Bunisi necha pul? Oyog'idan maza qilib boqadigani. Buni 32,5 millioncha xayrni qilib beramiz buni aka. 32,5 million. Qolgan narsa. Hoji aka, hammasini bitta joyga olaman degangachi. Hammasini bitta joyga olaman desa. 30 million 500 mingdan shunday bitta joyga bo'lsa berib yuboraman. 30 million 500 mingdan optimiga, to'g'risini olganga. Dastavkasini qilib berasiz. Vodiy bo'ylab. Kelishamiz, xudo xolasa. Dehqonlar kelishamiz. Dastavkadan ham qo'rqadi. Dehqonlar dastavkaga o'ylanmanglar, kelar, xudo xolasa dastavkalari bo'ladi. Kelishtirib, chiroyli qilib, iloji bo'lsa kelib, ko'rib, ustida xolasalar yeb, ichisini ko'rib olinglar. Men o'zim ko'rdim, mana yaltillatib qo'yishdi mana akalar. Ishlarga javob men. Oxirida yaltillatib qo'yishdi. Oxirida kelganimizda narsa bor edi. Hozir bunga nima beryapsiz aka? So'rashadi. Bunga somonni uyutib beraman. Somonni uyutib, yana somon bilan silosni aralashtirib beraman. Beraman. Beda 3 xil narsa beraman. 4 xil narsa. Keyin sigirda emishib yuradi. Sigirda emishib yurishaveradi. Sigirda emib yurishaveradi akalar mana. Chiroylikgina zo'r. Mana akalar. Mol olsanglar, nima o'zim taklif qilgan bo'ladim. Zot mol baribir zotda qachondan beri shug'ullanasiz shu zotlar bilan aka? O'z boqsangiz kerak.
2 yildan beri shug'ullanyapman. 2 yildan bugun yo'q, 1,5 yildan beri. Zotdan yaxshi foyda qoladi. O'zimizcha ham hashakidan ko'ra, to'g'rimi aka? Boqib kichkinaligida men ham olib boqib katta qilganlarim bor. Bulardan sutemni mahallada olganman. Sutemni mahallada. Paytida bular. Yaxshi narsadan yaxshi qolaveradi. Yaxshi narsadan yaxshi qoladi. Ani molni bolasi gibrid. Ha. Bunajincha. U metabaz gibrid u. Uni qaraganda bularda shu zo'r. Ha. Zot olsa yaxshi pul tashlaydi bular aka. Tashlaydi xudo xolasa. Taklif qilasizmi aka? Zot boqishiga, sementalga. Boqinglar deyman, maslahat beraman men. Menda ham o'sha jaydarlar bor edi. Boqayotgan hammasi shunaqa zo'r. Xudo xolasa biz kanaldan chiqsa, nima berib yotganingizni hammasini tushuntirib sotasiz aka. Xudo xolasa garantiyasini beramiz hammasini. Bor barakadan chiqdim desalarning yo'lini ham chiroyli qilib, orzuroq qilib beradi akalar. Xudo xolasa narx-navolar o'ta go'zal. Tursa bo'ldi. Ha. Ha, tulashlarni qarang. Juda beozor bo'ladi-da. Uyingizga borib qo'yib yuborsangiz ham shoqi ham yo'q bular. Ha, eng qizig'i o'sha kichkina bolacha ishlarda yuradi. Ha. Shu bola o'zi boqar ekan akalar. O'zi hammasini tinchitar ekan. Jiyalar aloqaga chiqaverasizlar, xudo xolasa manzilimizni qaytarib o'taman. Farg'ona viloyati Yozyovon tumani Qoratepa shaharchasidamiz jiyalar. O'ta chiroyli, toza semental so'ragan akalarimizga, jiyanlarimizga jo'natib qo'yaverasizlar. Dastavkalari bor akalar, dastavkasidan umuman o'ylanmaysizlar, xudo xolasa. Umrlaringga, rizqlaringga, chorvalaringga baraka bersin. Xayrlashmaymiz, ko'rishguncha deb qolamiz. Musofirda yurgan akalarimiz Allohim panohida asrasin. Oila bola chaqasini oldiga yorug' yuzlar bilan qaytib kelishi nasib ro'z aylasin. Jiyanlar mana, ash sigir emishib yuraverar ekan, aylanib yurib. Sog' bo'linglar. Sigirlaring bo'lsa qo'shib qo'yishlarini taklif qilaman. Sog' bo'linglar jiyanlar, ko'rishguncha.